بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muhtaram aziz jamoatimiz, barchalaringizni masjid sari bosib kelgan qadamlaringizga Alloh ziyodalari bilan hasanotlar bitsin. Bugunlik kunda hajjil masakin bo'lgan bu sayyidil ayyomda har biringizni hojatingizni ravo aylasin. Alloh subhanahu va taolo bu masjidni bunday avvalida bino qilib, bugunlik kunda mana bunday hashamatlar, go'zal bir sharoitlar bilan bu xizmatlarni qilgan Allohim homiylarimizdan o'zi rozi bo'lib, ajri savoblarni ziyodasi bilan ato aylab, ilohim qasrlarni Alloh ko'plab ato aylasin va sizga muborak aylasin. Alloh taolo hammangizning ham umringizga baraka berib, zurriyotingiz, naslingiz to qiyomatgacha keladigan ilohim sulolangiz mana bu joylarda ibodat qilib, bu masjidimizni qiyomatgacha Alloh mana shunday barqarorlikda aylasin. Alloh bu jumalarimizni yana ham barakotli aylasin. Qarangki, bugun subhanalloh xizmatlarni qilgan do'stimiz, qadrdonimiz, bizni azizlarimizdan qalblardagi ezgulikda, bir ixlosda mavzumizni qarang. Mavzuimiz do'st tanlashda adashmaylik degan sarlavha. Do'stlik, birodarlik. Alloh taolo bizni mo'min do'stlarimizni ko'paytirsin. Ayniqsa bugunlik kunlarda azizlar, do'st tanlashda adashib qolmaylik. Bu bir fitna zamonlarda mana bu qo'limizdagi telefonlar hammasi internetni bor tarmog'iga ulangan bir lahzalarda ogoh bo'laylik. Ayniqsa yoshlarimiz, oy aziz yoshlar, internetlardagi do'stlardan ogoh bo'ling. Adashib qolmang. Alloh saqlasin. Nega? Do'stingiz sizni yo jannatga kirishligingizga, yo Alloh asrasin u bilan jahannamga olib ketishlikka sababchi bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom bizga buni aytib, ogohlantirib, ta'limini berganlar. Aytadilarki, al-mar'u bir rivoyatda yoki ar-rajulu bir rivoyatda ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil aw kama qala sallallohu alayhi va sallam. Kishi deydilar, inson deydilar, o'zini birodarini dinidadir deydilar. Har biringiz qarasin, kim bilan do'st oshno bo'lib yuribdi. Do'stingizni xislati, fe'li, atvori, dini, diyonati qanday bo'lsa, bu Rasululloh alayhissalatu vasallam so'zlari. Sizni diningiz ham shunday bo'ladi deydilar. Bugun modomiki mana bir safda mo'minlar bir-birlarimiz bilan do'stmiz, Allohga hamdlarimizni aytaylik. Inshaalloh dunyo oxirat zafarlari bizda bo'ladi. Ammo ana u ko'chadagi Alloh taolodan yiroq bo'lgan, Alloh asrasin o'zini kimligini anglamagan bir fosiqlar bilan do'stlashib qoladigan bo'lsak, ular bilan hamrohlashib yaqinlashadigan bo'lsak, Alloh asrasin ularni yo'lda bo'lib qolamiz. Bu hadisni har birimiz o'zimizga shior qilaylik. Keling o'zbekchasini bilib olaylik. Rasululloh aytibdilar, takrorlaymiz. Kishi, mo'min kishi, inson o'zini birodarini dinidadir deganlar. Shu joygacha bo'lsa ham yotlang. Shu joygacha bo'lsa ham yotlang. Kishi, mo'min, inson o'zini birodarini dinidadir. Taqvoli do'stingiz bor, siz taqvodasiz. Iymonli do'stingiz bor, siz iymondasiz. Sizni ezgulikka chaqirib turadi, ilm va ma'rifatga da'vat qiladi, siz ilm va ma'rifatdasiz. Alloh asrasin. Sizni buzuqchilikka, jamiyatga zarar kunanda bo'lib, talon-tarojlikka, nimadir zulmga chaqiradi, Alloh asrasin, unda zolimlardan bo'lib qolasiz. Zamonlarda bir amir
bir amir o'zini raiyasi, ya'ni xalqini hol-ahvolini bilishlik uchun kambag'allar bir kiyimida, yuzlarini sal yopgan holda ko'chaga tushdi. Bozorga tushdi. Bozorda uni buni so'ziga qarab, bu yoqdagi sotuv holatlarini kuzatib, qani xalqim qanday bir hayotda ekan deya xalqini turmush tarzini bilgani tushuvdi. Bir mahali bir tojirni o'g'liga bergan savoliga qulog'i tutildi. Bir tojir o'g'lidan so'rayapti. O'g'lim deyapti. "Hey o'g'lim, seni nechta o'rtog'ing bor?" deyapti. O'g'li aytayaptiki, "Dada, meni 40 ta o'rtog'im bor." "Iye, seni 40 ta o'rtog'ing bormi?" "Ha, meni 40 ta o'rtog'im bor." "Ya ajabo", dedi ota. "Mana meni 50 yildir odamlar bilan muomala qilsam, 50 yil bo'pti, faqatgina meni 1,5 ta do'stim bor" dedilar. Ajiba, 1,5 ta ekan, 2 ta emas ekanda. Buni amir eshitib qoldi. Amir o'zini ishiga, saroyga qaytib vazirdan so'radi. Bilag'on vazirdan, "O vazir, ana uni gapini eshitding-a?" "Ha, eshitdim." "Bu 1,5 ta do'st qanaqa bo'ladi? Do'stam hech zamonda 1,5 ta bo'ladimi?" "Podshoh, Shohonshoh, amirim, afv qilasiz, men ham tushunmadim" dedi. "Chaqir o'shani olib keltir" dedi. Boyagi tojirni. Tojirni olib keltirdi. Tojirni o'zidan so'radi. "Boya men sizni so'zingizni eshitib qoldim-da, o'g'lingizni mashallah 40 ta do'sti bor ekan. Havas qildim. Lekin sizni 1,5 ta do'stingiz bor ekan. Do'sti 1,5 talik ham bo'ladimi?" dedi. Tojir nima dedi? "Shohonshoh" dedilar, "amirim" dedilar. "Agar menga bir sharoit yaratib bersangiz yoki men aytgan so'zlarni qilib bersangiz, men sizga 1,5 ta do'stimni butun xaloyiqning oldida ko'rsataman" dedi. "Yo'q, ha shunaqa. Nima qilay? Jarchingizga, elchingizga buyuring, bozorga chiqsinda, ko'chaga chiqib hayhot solsin. Odamlar eshitmadim demanglar. Ertaga falonchi tojir qilgan qilmishiga yarasha dorga osiladi. Mana u jamoatning ichida." Bir kun avval buni xabari berildi. Odamlar endi hammasi har xil fikrda to'plandi olomon. Va uni o'sha qilgan ishlarini aytildi. Bu sababdan. Shuning uchun bu dorga osildi amirlari bilan deya dorga olib ketayotgan paytda yugurib bir o'rtog'i keldi. Azizlar, men buni o'rtog'iman. Iltimos, shu qilgan qilmishi uchun mana men yarim molimni davlatim beraman. Boy edi, u ham tojir. O zavod fabrikalar bor, xo'ja aka. Yarimini tikib yuborib turam. Yarimini do'stimni o'sha dordan olib qolishni tikaman dedi. "Yo'q" dedi amirni ishchilari. "Buni qilgan qilig'i yoki ishi undan ham og'ir" dedi. "Bu yetmaydi" dedi. Yana yurig'izni dor tarafga to'xtanglar, butun molimni berdim dedi. Temir zavod bormish, kafil zavod bormish, hammasini berib yubordi xo'ja aka. Ana do'st. Butun mol mulkini do'stini dordan olib qolish uchun tikib yuboribdi. Amirni o'sha ishchilar aytibdi-ki, "Yo'q" debdi. "Bu shunaqa ish qilgan, bu kafil zavodlar, temir zavodlar ham yetmaydi" debdi. "Osinglar" debdi. Osishga olib bordi. Ipni bo'yniga soldi. Yana bir boshqasi yugurib kelyapti. "Odamlar to'xtanglar. Xodimlar to'xtanglar. Amirimga yetkazinglar." Amir yo'q, u yoqda o'zi saroyda ko'rib turibdi. Parda ortida. "Amirimga aytinglar, asli o'sha gunohlarni yoki asli o'sha jinoyatni men qilganman. Bu emas. U meni ishim. O'sha kasofatni men qilganman. Bu yerda endi zulm bo'layapti. Mana meni osinglar. O'rtog'imga fido bo'lsin." Undan avvali boyagi zavod fabrikasini tikib olgan do'sti keldida o'rtog'ini yelkasiga qoqib, "O'rtog'im, o'zimni do'stlik burchimni bajardimmi? Ya'ni butun molimni seni joningga fido qildim. Rozimisan?" dedi. O'rtog'i boyagi toji yelkasiga qoqib, "Roziman. Rahmat. Men shuni sen shu holatda qilishligingni, fidoyiligingni bilardim" dedi. Endi bunisi keldi nima? Aybni bo'yniga oldi, aytdiki, "Bu qilmagan, men qilganman" dedi.
mana meni bo'ynim dorga osilsin. Uni bo'yniga dorni solindi. Amirni o'sha bu qisosni yoki bu jinoyatni o'sha jazosini beruvchi ishchisi aytdiki, "Ho'y, qaragin" dedi. "Sen osilyapsan" dedi. "Sen nima qilayotganingni bilyapsanmi?" "Ha, bilyapman. Bu do'stim pok" dedi. "Bu do'stim bu ishni qilmagan, men qilganman" dedi. Keyin amir u yoqdan to'xtatdi. "To'xtatinglar, bo'ynidan arqonni olinglar." Quchoqladi. Tojir do'stini quchoqladi, bir-birini quchoqlab yig'ladi. Keyin amirning o'tirgan joyiga qarab nido qildi bu tojir. Amir tushib keldi. "Amirim" dedi. "Mana shu" dedi. "Mana u hamma molini tikib olgan do'stim, bu meni yarim do'stim bo'ladi" dedi. "O'zini jonini tikkan do'stim, bu meni birdan bir to'liq do'stim bo'ladi" dedi. Do'st bo'lsin sizga. Mana shunday do'st bo'lsin. Ya'ni sizga jonini fido qiladigan do'stlar bo'lsin. Bu dunyoligi azizlar. Bu dunyoligi agar bir mo'min do'stingiz bo'lsa, shu dunyoda siz izzatlanasiz. U bilan sharaflanasiz va oxiratda shafoatga aynan Alloh o'shani o'zini qavmi qarindoshlarini shafoat qilganidek, siz asli uni silay rahmidan yoki bir xish aqrobolardan bo'lmasangizda do'stligingiz sababidan sizni shafoat qiladi. Ha, shafoat qiladi. Dunyoligi, dunyoda Alloh taoloning muhabbatiga sizni yeltadi. Yoki agar sizni solih do'stingiz bo'lsa. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilingan bir hadis sharifda e'tibor qiling. Imom Muslimning sahihlarida kelgan. Bir inson ana u bir qishloqqa yoki ana u bir elga bir do'stini ziyoratiga ketyapti. Do'stini, Alloh yo'ldagi do'sti. Alloh taolo uni yo'liga bir farishtani chiqaradi. Inson suratida. "Ey falonchi, ha, qayoqqa ketyapsan? Ana u qishloqda yoki ana u elda meni bir do'stim bor. Shuni ziyoratiga ketyapman." "Ha, unda biron bir hojating bormi?" "Yo'q." "Yoki qarz olasanmi?" "Yo'q." "Nimadir umiding bormi?" "Yo'q." "Nega unda?" "Men uni Alloh uchun do'st deganman, Alloh uchun uni yaxshi ko'raman, Alloh uchun uni ziyoratiga ketyapman" degan paytda farishta endi Allohning xabarini berar ekan. Bu hadisda azizlar. Mana shu dunyoda u bo'lgan va bo'ladi. Ya'ni bugun bo'lmaydi emas, avval bu endi to'xtab qolgan emas. Bugun agar siz ham o'sha qalb egasi kabi, o'sha mo'min kabi bo'lsangiz, Alloh sizga ham shunday farishtalarni yuboradi. Farishta bashorat beryapti hojaga. Nima deyapti? "Ahabbakallohu kama ahbabtahu" derkan. Sen uni Alloh uchun qanday yaxshi ko'rgan bo'lsang, Alloh ham seni shunday yaxshi ko'radi derkan. Qarang, bir musulmon do'stingizni, taqvodor do'stingizni, solih do'stingizni muhabbati sizga aynan Allohning muhabbatini kelishligiga sababchi bo'lar ekan. Allohning muhabbatini kim xohlamaydi? Kim Allohni sevmaydi? Hammamiz dunyomizda Robbimizning muhabbatiga oshiqmiz. Mana Robbingizning muhabbatini agar siz chinakam qalban xohlagan bo'lsangiz, mo'min do'stlaringizni ko'paytiring. Mo'min do'stlaringiz inshaalloh taolo qarang, Allohning muhabbatiga erishishingizga sababchi bo'lar ekan. Balkim Hasan al-Basri bilasiz. Ulug' bir tobiy. Hatto ilm darajalarida sahobalar kabi bo'lganlarda, sahobalarni o'zlarini shahodatlari. Valiyulloh zot bo'lganlar. Istakfiru suhbatas soliha deydilar yoki asdiqo as-solihin deydilar. Solih do'stlaringizni ko'paytiring. Chunki solih do'stlaringiz sizni, qarang, solih do'stlaringiz sizni qiyomat kunida shafaat qiladi deydilar. Va oyatni tilovat qiladilar. Shuara surasidan 100-101 va 102 oyatlarni eshiting. Jahannam ahli shunday deyapti. Nima deyapti? "Fama lana min shafi'in va la sadiqin hamim. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin." Bu oyat hali jahannamda vaqti kelib jahannamiylar pushaymon qilib aytadigan so'zlar. Nima bo'lar ekan? Bir mo'min kishi jannatga kirib, jannatning qasrlari, bog'roqlari, daryo anhorlari, Alloh o'sha aytib qo'ygan jannatga kirar ekanda, bir mahali qarang,
dunyoda do'stlashgan o'zini qadrdonlarini o'ylab qolar ekanda, Robbisiga aytar ekan. Robbim der ekan, jannating sen o'sha bizga avvalda vasf qo'yganingdek go'zaldir. Lekin shu go'zallik, shu ne'matlar ichida meni huzur halovatim komil bo'lmayapti-da der ekan. Nima bilan komil bo'ladi desa, meni shu jannatda do'stlashgan bir meni ana u do'stim bo'lardi-da, o'sha do'stimni jannatda ko'ra olmayotganligim uchun jannat menga tatilmayapti der ekan. Alloh taolo xursand bo'lib ketib, farishtalarga buyurar ekan. U do'stni do'zaxda olib chiqinglar der ekan. Qarang. Do'zaxda azoblanib yotgan bir do'stini farishtalar Alloh seni ozod qilishligimizni, do'stingning oldiga olib borishimizni buyurdi deya farishtalar jahannamdan olar ekan u mu'minni jannatga olib kirsa, atrofidagi bir azobda, bir kalonkada, bir zonada bo'lgan boyagi jahannamiylar hasrat chekib aytar ekanki, hal shafa'alahu anbiya va shuhada. Bunga kim shafoatchi bo'ldi ekan? Buni jannatdan qutqarishligiga, qutqazilib ketishligiga kim sabab bo'ldi ekan? Uni haqqida payg'ambarlar shafoat qildimi acaba? Yoki bir solihlar, shahidlarmi shafoat qildi? Bilasizki, shahid o'zini ahlidan, xish aqrabolaridan, silay rahimlaridan, aynan do'stlaridan 70 tasigacha shafoat haqqiga ega bo'ladi. Uni bir shahid do'sti bormidi acaba? Bunga kim shafoat qildi? Jahannamda biz bilan har kunlik azobda turgan bugun najot topdi, jannatga ketdi. Man shafa'alahu deya ahli jahannam ayta boshlar ekan, unga havas qilib. Shunda farishtalar javob berar ekanlar. Qarang, mana shu joyi juda muhim. Yo'q, biron bir payg'ambar, nabiy, rusul yoki bir shahid, siddiq bunga shafoatchi bo'lmadi. Oddiy bir dunyoda do'stlashgan bir o'rtog'i, dunyoda bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rgan ekan, bir do'sti shafoatchi bo'ldi deydi. Mana ko'ryapsizlar. Bir do'stning shafoati jahannamdan, o'sha jahannamda azoblanib yotgan bandani jannatga kirib ketishligiga, jannatga kirishligiga sababchi bo'lar ekan. Bu oyatni aytib Hasan al-Basri aytadilarki, shuning uchun istaksiru deydilar. Solih do'stlaringizni ko'paytiring deydi. Solih do'stlaringizni ko'paytiring, sizga ular qiyomatda shafoatchi bo'ladi. Balkim hali jahannamga tushishligi hisobidan avval bir shunaqa bandalar bo'lar ekanki, uni jahannamga kitobi o'qilgan, ya'ni mahkum bo'lgan. Statusda shundayki, u jahannamiy bo'lish kerak. Chunki nomai amallari, solih amallari ko'paymadi, gunohlari ko'payib ketib, bo'ldi u jahannamiy degan bir hukm chiqadi bir bandaga qiyomat kunida. U banda xomush jahannamga ketishdan oldin yana bir o'ziga o'xshash xomush bir o'rtog'ini ko'rib qolar ekan. Do'stimiz nima bo'ldi? Bu yog'i rosvo bo'ldi. Bizning kitobimiz jahannamiy deb o'qildi. Jahannamga mahkum bo'ldim desa, haligi o'rtoqqa ham xuddi shunaqa jahannam statiyasi yozilgan. O'rtoq der ekan, meni ham o'sha to'plagan savoblarim jannatga kiradigan darajada bo'lmadi. Yetmadi. Keyin o'rtoq, o'sha ozgina savobim bo'lsa senga beray. Eng bo'lmaganda sen kirib ketgin jannatga der ekanda, boyagi o'rtog'i o'zi jahannamga ketyapti. Ammo bu o'rtoqqa rahim qilib o'zini savoblarini atar ekan. Farishtalarga olib kelib ko'rsatilgan paytda farishtalar quvonib, bittasi bo'lsa ham mana jannatga ketyapti-ku deb Robbimiz azza va jallaga bularni holini bayon qilar ekan. Illa Robbimiz biluvchidir. Fa huwa a'lam. U biluvchidir. Shunda Alloh azza va jalla bandalarim bir-biriga do'stligidan shunday rahim qildilarmi? Bir-birlariga shunaqa mehribonlik qildilarmi? Ana arhamur rohimin. Arhamuhum bi rahmati der ekan. Bandalarim bir-birlariga shunchalik muruvvat ko'rsatgan bo'lsalar, men arhamur rohim bo'lgan Alloh yana rahim qilaman. Ana u jahannamga ketayotganligini to'xtating, ketayotgan do'stini birgalikda ikkalasi ham jannatga olib kiring der ekan. Shu darajada azizlar, do'stlik dunyo oxirat zafaridir. Qaysi do'st? Solih do'st. Ayniqsa sizni bir do'stingiz bo'lsinki, Imom Shofiyning do'stidek yoki Imom Shofiy u kishiga do'st bo'lgan bir o'sha tadbirkorday bir zotlar bo'laylik. Imom Shofiy rahimahulloh Misrda yashab, Misrga kelib, o'sha mazhabul qadim deyiladi, o'sha mazhablarni o'sha joyda asoslantirganlar va Misrda ko'milganlar. O'zlarining Masjid-i Shafi'i degan masjidlari bor.
O'sha joyga biz namoz o'qigani ko'p borganmiz. Imom Shofiy hazratni ko'p ziyorat qilganmiz. Va ko'zimiz bilan ko'rganmiz, to'ram yonlarida, oyoqlarini taglarida bir zot yotadi. Qissasini eshiting. Eng dunyodagi ibratli qissa, ayniqsa do'stlikda. Qarang, ayniqsa do'stlikda buyuk bir qissa. Buyuk bir ibrat ya'ni. Bugun do'stimiz bo'lsin, bizi ham Imom Shofiydek do'stlarimiz bo'lsin. Imom Shofiy bir kuni bozordan o'zlarini farzandlari uchun bozor bu narsa olgani kiruvdilar bozorga. Qarasalar bir tadbirkor ko'rib qoldilar. Imom Shofiy hazratni bozorga kirishligini. Yugurib kelib, "Ey hazrat, siz ham bozorga keldingizmi?" "Ha, bozorga keldik, bola chaqa bor, tirikchilik." "Hazrat," dedilar, "nechta pulingiz bor? Hammasini chiqaring." Shunday chiqardilar. O'zi asosan hazrat oziq-ovqat mahsulotiga keluvdilar. Piyoz kartochka deganlardek. Oldi, demak oziq-ovqatga unaqa ko'p bo'lmaydi. Oldida u tojirni, u tadbirkorni yelkasida katta tojir u. Xurjuni bor edi, ichi pul. Pullarini Imom Shofiyning pullarini olib xaltasiga xurjuniga soldi. Va xurjunni mana unaqa qilib aralashtirdi. Hazrat dedilar, "Endi pulingiz meni pulim bo'ldi." Imom Shofiy hayronlar. Endi pulingiz meni pulim bo'ldi, ikkimizning pulimiz bir bo'ldi. Hazrat, iltimos siz boring, mas'alangizni ayting, ilmingizni o'rgating. Bundan keyin men kafilman sizni yemoq-ichmog'ingiz, uyingizning sharoiti, tirikchilik uchun, inson uchun ne kerak bo'lsa, bola chaqangizni ham hammasiga men kafilman. Men sizni xodimingizman. Mana u tijoratimni endi sizga sheriksiz deb aytaman. Bundan keyin ikkalamiz uchun tijorat qilaman dedilar. Pulingiz endi meni pulim bo'ldi. Arzimas pulni oldilar. Endi qarang. Va haqiqatda Imom Shofiy o'shandan boshlab bozor degan bir joyga bormay qo'ydilar. Nima hojatlari bor, o'zlari va ahllari, farzandlari ana u tojir qilib turdi. Endi qarang, zamon o'tyapti. Imom Shofiy endi Imom Shofiy bo'lib ketdilar. Ana u tojir shunday boyidiki, boyaga tadbirkor. Hatto Misr valisi, ya'ni Misr hukmdoni, o'sha hokimi oxirida yil hisobi yopiladi-yu hamma joyda ham. Yil hisobini yopishlik uchun qarasa, uni xazinasida pul yo'q, qarz olib turish kerak. Chunki u ham xalifaga hisob berish kerak-da. Misr valisi o'sha kishiga odam yuborib, hojaga mana bu hisobotni bekitib yopib qo'yaylik, endi bugun yopish kuni, iltimos qarz berib turing der ekanlar. Shu darajada boy bo'lganlar. Ya'ni Misr hukumatini hokimiga pul berib turadigan darajada boyib ketgan. Endi o'sha zamonlardagi kichik bir tadbirkorlar kelyaptilarda o'qishga havas qilib, siz qanday boyigansiz? Bizga o'sha sirlarni o'rgating, bu tadbirkorlik sirlari, tijorat sirlari desalar qarang. Mana shu joyda e'tirof. Laula Shafi'i fama amiltu bit-tijara degan ekanlar. Imom Shofiy bo'lmaganlarda men bu darajaga yetmasdim. Bu mol mulklar, bu dunyo mol mulk berilmasdi. Illo nima bo'lsamki Imom Shofiyning barakatidan shunday bo'ldim. Imom Shofiyning duolari bilan shunday bo'ldim. Chunki tijoratimni Imom Shofiyni ko'rganimdan bu yo'g'iga u kishi bilan birgalikda sheriklikda qildim. Alloh shundan baraka berdi deydilar, qarang. Sirni aytadilar. Endi Imom Shofiydan so'ralyapti. Mana bu yo'g'i qiziq. Hazrat, mana shuncha ilmni siz o'zi 59 yoshda o'tib ketganlar Imom Shofiy. Shuncha ilmni bepoyon bo'lgan. Chunki bomdod namozidan keyin o'tirardilar. Xuddi qarang. Xuddi Ubay ibn Ka'b kabi qiroatdan dars berardilar. Ulardan keyin muhaddislar kelardilar. Xuddi Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu kabi hadisdan dars berardilar. O'tiribdilar bir joyda. Va ulardan keyin mufassirlar kelardi. Mufassirlarga xuddi Abdulloh ibn Abbos kabi dars berardilar. Ya'ni asr zamonigacha masjidda o'tirib dars berganlarda har ilmda shunaqa imom bo'lganlar. Buni ko'rgan talib ilmlar, ahli ilmlar so'rayaptilar. Hazrat, bu ilmlarni siz qachon olib ulgurgansiz? Buloq, chunki ilmni bulog'i, ummoni. Shogirdlar o'qishdan kelib so'rayaptilar. Hazrat, bunga qanday erishdingiz? Biz ham siz kabi imom ulamo bo'lishligimiz uchun nimalarga amal qilaylik? Nima qilaylik desalar, qarang Imom Shofiy deyaptlarini. Law bahathu anil basala fama hassaltu al-mas'ala dedilar. Agar men bir piyoz uchun ham bozorga borib, bir dona piyoz bozorga borib, uni olib kelib o'zimni ahlimga yedirish uchun unga vaqt sarflasaydim, o'sha ham meni bir masaladan to'sar edi. Ya'ni ilmdan to'sar edi. Illo dedilar, Alloh rozi bo'lsin mana u tadbirkordan
shu kishini sharofatidan men bo'ldim deydilar. Nima hojatim bor, bu kishi qildi. Nima bo'lsam ham bu kishini fazlidan bo'ldim deb e'tirof qiladilar. Ana endi sizga ibrat. Misrga Alloh taolo nasib qilsin borib qol. Qohirada o'sha eski shahari bor. Masjidu al-Imom Shafi'i deyiladi. Imom Shofiyning masjidlari bor. Hazratni ziyorat qilasiz. Borasiz to'ram. Hazratni oyoqlarining tagida faqat ikkalari bor, boshqa hech kim yo'q. Ikkita qabr bor. Hazratniki katta, u kishiniki to'g'ri kichikroq. Imom Shofiy nima deydilar? U kishidan minnatdorchilikdan ana e'tirof. Ana do'stlikdagi vafo. Buni vafo deyiladi. Mo'min kishi o'zini ahdida, o'zini ishida, amalda vafodor bo'ladi. Alloh uni ulug' qiladi. Men-ku ana valiyulloh zot bo'lganlarda, men-ku bulardan oldin ketaman. Lekin meni o'sha ko'rsatgan joyimga, masjidlarga dafn qilinganda, qo'yganinglardan keyin orqamdan bu birodarim keladilar, na bir ahlimni, na o'g'limni, na farzandimni, na onamni, na otamni emas, balkim aynan mana shu birodarimni meni yonimga qo'yinglar. Qo'yinglarki, qiyomat kunida Alloh meni ulug'lasa. Ey Imom Shofiy, dunyoda seni shofiy qildim. Bugun ham endi qiyomatda sen shofiysan deya menga payg'ambarlar qatori menga makonat bersa, birinchi shu birodarimni shafoat qilaman dedi. Mana do'stlik azizlar. Do'stingiz bo'lsin, Imom Shofiyni o'zlaridek do'stingiz bo'lsin. Do'stingiz bo'lsin, Imom Shofiyni o'sha shofiy qilgan tojir, ana o'sha tadbirkor kabi, bir o'sha boy kabi do'stingiz bo'lsin. Bugun do'stlashlikda azizlar ogoh bo'laylik. Ayniqsa yoshlar, so'zimni avvalda aytdim. Mana internet juda yolg'on, kazzob bir bo'xtonga to'lib ketgan, hammasi yolg'on. Birlari uylanyapti. İnternetdan ayol topib. 3 kun yashaydi, u yog'i rosvo. İnternetni shakli, shamoili shunaqa go'zallik. Reklamalar, ular, bular. Va payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam yaxshi suhbat, yomon suhbat, ya'ni yaxshi do'st, yomon do'stga ham misol berganlar. Ya'ni siz hatto yomon do'stdan sahobalarning o'zlarini ta'lim. Bir yomon do'st ko'rsangiz, undan deydilar, bir asaddan, sherdan qochganingizdek qoching. Inson bir sherni ko'rsa, arslonni qanaqa qiladi? Qochasiz, tom ustiga chiqib ketasiz. Yon atrofingizda yoki qaysi ishingiz, yumushingiz, ko'changizda bir yomonlar bo'lsa, undan yiroq turing. Juda ogoh bo'ling. Rasululloh aytayaptilarki, yaxshi suhbat, yaxshi do'stning misoli xuddi qarang, nima hamilul misk deydilar. Hadis sharifda. Mushki ambar sotadigan biriga o'xshatadilar. Mushki ambari bor, u mushki ambar sotadi. Tijorati shu. Va yana biri kim? Yomon suhbat, ya'ni yomon do'stni nafixil kir deydilar. Ana u temirchini qadimda bo'lgan temirchini bo'sqoniga o'xshatadi. Hali puflab turadigan, havo yo'natadigan, havoni puflab beradigan bunaqa olati bor-ku, teridan nimadan bo'ladi. O'shanga o'xshatadilar. Misolini aytadilar. Yana tushunaylik deya. Ana u mushkambar sotadigan birodar bilan yoki inson bilan do'st bo'lsangiz, undan avvalasiga sotib olasiz. Bo'lmaganda uni atrofidagi xushbo'y hid sizga yo'qadi. Yo'qadi. Ana u temirchini bosqoni nega misol qildilar? Avvalasi u sizni badaningizni kuydiradi. Bo'lmaganda kiyimingizni kuydiradi. Eng ozda uni o'shanaqa hidi, boyagi sasgan hidi sizni libosingizga yoki sizni tanangizga yuqadi deydilar. Bugun har birimiz Rasululloh alayhissalatu vassalomning demak hadislari har birimiz bilaylik ekanki, biz birodarlarimizni dinida, xislati, fe'l atvorlarda ekanmiz. Qaraylik, meni do'stim kim deng? Shundan sizni diningiz, diyonatligingiz bilinadi. Hazrati Abdulloh ibn Mas'udning bir so'zlari, hikmatlari bor. I'tabirun nasa bi ikhwanihim deydilar. İnsonlarni do'stiga qarab bilib oling. Aytiladi-yu bizda o'zi. Sen do'stingni kimligini ayt, men senga aytaman kimligingni deyman, deyiladi. Hazrati Umar radhiyallohu ta'ala anhuning huzurlariga kelib bir kishi yonlarida boshqalari suhbatda bir kishini maqtab ketdi. Ana uga gap yo'qda lekin dedi. Unaqa, bunaqa. Hazrat Umar shartta to'xtatdilar. Birodar dedilar, u kishi bilan bir safarga chiqqanmisiz? Yo'q dedilar. U kishi bilan bir muomala qilib ko'rganmisiz? Yo'q dedilar. Ha, unda bilmas ekansiz dedilar. Demak, do'stlarni bilishlik mana bu ta'limlarga ko'ra bo'ladi. Aynan o'zlarini o'sha hazrat shuni biling, men shunga o'zim amin bo'ldim.
bir do'stni bilishlik uchun 10 yil kerak ekan deydilar-da. Yo'q, to'ram desam, ha deydilar. 5-6 yillarda ham adashib qolar ekansiz. Nega? U bilan muomala qilib keyin bilinadi-da. Lekin Alloh uchun do'stlashganlar bo'lsa, ular har doim 10 yilmi, 100 yilmi sizni hayotingizni so'ngigacha boyagarga dorda o'zini tutib bergan do'sting qoladi. Bugun mu'minlar bilan do'st bo'laylik. Payg'ambar alayhissalatu vasallam yana bir hadis shariflarda qarang, fala tusahib illa mu'minan dedilar. Siz do'st bo'lsangiz faqat mu'minlar bilan do'st bo'ling. Fala ya'kul ta'amaka illa taqi dedilar. Biriga taom berib, uni ikrom qilmoqchi bo'lsangiz, unda sizni ham taomingizni yeydiganlar taqvodorlar bo'lsinlar dedilar. Taqvodorlar. Alloh subhanahu va taolo oyatda bizga o'zi buni aytadi. Nima deydi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Sadaqallohul azim. Zuhruf surasida. Qarang. Dunyoda kim nima maqsadda do'st bo'lgan? Nima maqsadda? Tijorat maqsadida, qo'shnichilik, yon atrofida bir joylashib qolgan, maktabdadir, universitetdadir, institutdadir, madrasadadir, nimadir bir ish yumushdadir. Qarang, dunyoda mana do'stimiz ko'p, to'g'rimi? Butun do'stlik, butun do'stlar qiyomat kunida bir-birlariga dushman bo'ladilar. Nega? Ularning asl yuzi ochiladi. Qiyomat kunida kamerada hammasi buni kameradan ham zo'r kamera bo'ladi. Ko'rsatilib, uni amri fosh qilinadi. Ana endi dushmanlashib ketadi, yoqalashib ketadi qiyomatda. Bu yog'i yo jannat, bu yog'i yo jahannam. Alloh aytayapti, qiyomatda butun do'stman degan, butun xaloyiq bizdan avvalgilar ham bir-birlariga dushman bo'ladilar. Chunki asl basharalar ochiladi. Illal muttaqin deydi Alloh taolo. Illa taqvodorlar nima qiladi? Taqvodorlar bir-birini qarang, bir-birini shafoat qiladi. Do'stingiz bo'lsin, taqvodor bo'lsin. Do'stingiz bo'lsin, iymonli bo'lsin. O'zi bu ruhlarimizni Alloh taolo shunday yaratgan, nafslarimizni. Bilasiz, siz solihsiz, namoz o'qiysiz, ibodatdasiz, ibodatdan yiroq, og'izdan bodi-shodi chiqib turadigan birlari bilan shunday ko'rsangiz ham o'zi qanaqadir ko'rishib o'tib ketasiz. Avvalo shunday ko'rasiz, ko'rishkingiz ham kelmaydi. Chunki ana u nima deydi? Bezori deganlaridek Allohning nazaridan ham yiroqlari bo'ladi-da. Ular bilan bir savdodami, olish berishdami, nimadadir Alloh asrasin do'stlashib qolmang, unda diningizni yoqadi. Bugun azizlar, do'st tanlashda demak nima qilmaylik? Adashmaylik. Vaqtimiz albatta bizni siqib kelib qoldi va illa inshaalloh bu masjidning go'zalligi bizni yana ham ishtahamizni oshyapti hojim. Inshaalloh keyingi jumalarda Alloh nasib qilsin. Mana bu suvlaringiz maşallah dengizlardek bo'lib turibdi. Bu dalalaringiz ko'klik, yashillik, to'ram bilan oz kelyapti. Butun qir adirlarga ham kuflab, suflab, dam solib keldik, ko'z tegmasin deya. Aynan yurtboshimizni duo qildik, aytayaptilar. Takror boshini aytdilar. Mana shu prezidentimizdan keyin shayxim shunaqa bo'lib ketdi-da. Ha deymiz. Mana tepaklari qarang. Shuni hammasini prezident kelganlardan keyin bo'ldi deya duo qildilar. Ilohim duolar qilaylik. Allohim yurtimizni, yurtboshimizni o'zini hifz himoyasida qilsin. Bu sizni yashil dala, qirlik adirlaringiz ilohim jannat makon bo'lsin. Bu zilol suvlaringiz ilohim musaffo oqib, faqat ilohim bizni foydamiz uchun hujjat bo'lsin. Ha, bular zararimizga ham bo'ladi. Agar shu joyga tushib birimiz fasod qilsak, avratimizni ochsak, bular qiyomat kunida ummon bo'lib bizni zararimizga hujjat bo'ladi. Chunki hadis shariflarda keladi. Dengiz bir kunda 3 marta dengizlar, ummonlar aytar ekan, Alloh taolaga 3 marta izn so'rar ekan. Robbim izn ber, mana o plajdagilarni yutib o'ray der ekanda. Mana o seni shu ulug' bir muazzam bir yaratib qo'ygan bu dengizlaringni qadrini bilmay, seni tanimaganlarni meni yutib o'ray izn ber der ekan. Robbimiz azza va jalla o'shalarga ham qilib shoyat tavba qilar. Ey dengiz, shoshmay turgin der ekan. Bu joylarda ma'siyat qilib qo'ymang. Bo'lmasam qiyomat kunida shunga bug'ilamiz. Alloh ilohim suvlarimizni ko'paytirsin, bu dalalarimizni yana ham yashnatsin. Bu masjidni bu holatiga biz avval kelganmiz. Hozir domlamga aytdim. Lekin qarang, bugungi kunda Allohim tadbirkorlarimizga yana moli dunyolarni ziyoda qilib bersinki, bu masjidlarni obodligida bularni xizmat qildirib qo'ysin. Va sizlar albatta bu xalq, bu joydagi mutasaddilar bel bog'ladingiz. Alloh har biringizning xizmatingizni, har biringizni nimadir mana shu joylarga albatta atab sidqildan qilgan ne amalingiz borki Alloh qabul aylasin. Alloh taolo bu masjidimizni bizdan keyingi zurriyotlarimiz ham yanada obod qilib qiyomatgacha ilohim boqiy aylasin.
Alloh masjid sari bosib kelgan qadamlaringizga nurlar bitsin. Hojatlaringizni ravo aylasin. Farzand so'rab turganlarga bir yo'la olim ulamo farzandlarni inom aylasin. Bemorlarimizga Alloh shifoy komillarni bersin. Alloh subhanahu va taolo o'sha yurtimizdan ketib, o'zlarini rizq nasibalari deya chet ellarda yurganlarni g'onimina solimina yana yurtga ilohim qaytishlarini barcha musofirlarimizga nasib ro'za aylasin. Va yana har biringizni bugungi kundagi ne hojatingiz bor, uni duo qilib so'raylik. Alloh qalbingizdagi, dilingizdagi hojatlaringizni ijobat aylasin. Va sallallohu ala sayyidina va habibina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Ya'ni Al-Qur'onni o'zini qarang. Rahbarlari kelganligi uchun baraka bo'lib ketdi bu masjidni yana ham qabul alomatida. Hozir mana to'ramdan kelib turibdi 20 ta xatm qavmdan o'tganlarga, Alloh qavmdan o'tganlarga aynan Faxriddin hojimiz rahimahulloh biz 3 kun 4 kundandir yana ko'p eslatyapmiz. Ana nimamni olib kelmabman-da, bo'lmasam bularga ham. Kecha o'g'illari Harun, Faxriddin akamizni o'g'illari Harun shunday Alloh taolo rozi bo'lsin u kishidan Allohga bir va'da beribdilar. Alloh rahmatiga olsin. Allohim ikkita qizlari bor. Avvalda ikkita qizlarmidi? Shunaqami? Yana aytayin. Yana aytay chunki men o'zimning haqqimni, chunki bizga ham xizmat ko'pdir. Ikkita qizdan keyin, 3 ta qizdan keyin Allohga va'da beryaptilarki, Allohim, agar menga o'g'il bersang, men o'sha Dorul Aytam yetim xonadan bir o'g'il olib, o'zingning yo'lingda tarbiya qilib, hofiz Qur'on qilaman deydi, qarang. Niyatlari ijobat bo'ladi. Otlari o'zi qo'yilmagan bir go'dakni olib kelib 4 yoshida ismini Harun deya nom beradi. Biz to'ram bilan u kishini ofislariga borib duo qilib, juda bir xursandchilikda bizni qabul qilganlarida olib keldilar. Harun vallohu alam 7-8 yoshi edi. Undan ham kichikroq edi. U haligi futbolni yaxshi ko'rar ekan. Messi joni dili ekan. Messini borib ko'rish g'ami ekan. Biz avvalda indamadik, xo'p bo'ladi. Yuring, ana inshaalloh qori bo'lib kelib inshaalloh dadangizga tojlar kiydirasiz. Ana o'sha Harun bugun alhamdulillah hofiz Qur'on bo'ldi. Hoji akamizning niyatlarini qarang-da. Hofiz Qur'on bo'lib o'zi yig'lab aytayapti. Dadalari aynan yotgan joylarda Allohga ketishlarini bilyapti. Vasiyat qilyaptilarki, qarang. Harunga, o'zlaridan tug'ilgan o'g'illarga emas, Harunjon o'g'lim kelgin, meni shafoatchim, menga toj kiydiradigan qorim deya yotgan joylarda yig'lab Faxriddin hoji akam nima qilyaptilar? Harunga vasiyat qilyaptilar. Niyatlarni ijobat aylasin. Siz mana qavm jamoat yaxshi bilar ekansiz. Birinchidan 20 ta xatm sizlardan o'tgan ota-o'g'latlar, ona-o'g'latlar aynan Faxriddin hoji akamizga. Hozir biz kelyapti bu chorvoqlarga, bu yoqdagi masjidni ham to'ramga aytsam, to'ram albatta mana shuni sizga aytmoqchi edim. Qarang, birdaniga siz ham aytdingiz, men o'zim dilimda aytayotgandim. Mana shu masjidlarga ham deya, u masjid nomi nima edi? Xo'jaxon to'ra masjidlarga ham xizmatlari ko'p singan. Keling duo qilaylik, jamiki o'tganlarimizni, sizdan o'tgan ota-o'g'latlar, ona-o'g'latlar marhumlarni aynan Faxriddin hoji akamizni Alloh g'ani rahmatiga olib, qabrlarini nurlarga to'ldirib, ruhlarini sururlar aylasin. Ilohim, orqada qoldirilgan bu farzandlarni solihlar qilib, jamiki solih amallarni o'zlariga hamroh aylasin. Va sallallohu ala sayyidina va habibina Muhammadin va ala alihi va ashabi ajma'in. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar.